Namozi yo'q odamning amallari qabul qilinmaydi. Taroziga qo'yilayotganda bandan amali taroziga qo'ymay turib, namozi bormi deb so'raladi. Agar namozdan o'tsa savoldan javobidan, shunda yana kitobi taroziga qo'yiladi. Bo'lmasam, hajga borganmi? Masjid solib qo'yganmi? Ro'za tutganmi? Ota-onasining duosini olganmi? Qaralmaydi. Namoz birodarlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozni bizni tilda mana javob pasport degan payg'ambarimiz. Pasport yo'q odam grajdanin bo'la olmagandek, namoz yo'q odam musulmon bo'la olmaydi komil suratida. Masalan, namoz o'qimayman deydigan odam bilmadim, bo'lmasa kerak emas. O'qiyman deydi. O'qiyman kerak. Insof bersin. O'zi insonni aql hushi joyida turgani o'sha insof bo'ladi. Agar jinni bo'lganingda senga uzr bor. Chunki shariat aqli past odamlarga taklifotlarni yukladi. Endi oqlovchilarning oqlovi ularga foyda bermadi.